Zakirova, qo'lingni to'g'ri qilib o'tir. Nimaga shu ustoz senga yopish olgan? Sani kelin qilmoqchi bo'lgan o'qituvching. Mana mana shu qizga seni uylantirmoqchiman. Qo'ying, oyi, o'zi tanimagan qizingizga meni uylantirmoqchimisiz? O'quvchim 2 yildan keyin maktab bitiradi, zato o'zim kontrolga olganman, yo'q qo'ymaysan. Hamma o'g'il bola, qiz bola o'tirasan, sen bu bilan o'tirasan, sen Ravshan bilan o'tirasan, Zakirova sen o'zing o'tirasan. Zakirova nima qilib ketdi? Norin. Ha, yaxshi tishlarini ham yaxshilab o'rgatgan o'qituvchisi. Zakirovaga 3 qo'yib yuborasiz, ustozi. To'rga tortadi-ku. Hozir unga yaxshi baho qo'yadigan bo'lsangiz, o'qishga qiziqib qoladi. Institutga kiraman deydi. Menga unaqa qiz kerak emas, men o'zim kelin qilmoqchiman. Ana bizga ham 3 qo'ydirib kelman, qo'yib yuboribsiz-chi? Zakirova, doskaga chiqing. O'zbekiston madaniyati juda ham qadimiy tarixga borib taqaladi. Qadriyatlarimiz Boshini yugurarkan yaxshi. Bu meni o'g'lim Iskender Buildings'da yangi mezbon loyihasidan uyagan. Aytmoqchi bo'lganim, kimni kelin qilsam alohida chiqarib yuboraman deydi Zakirova. Zakirova, sen qolasan. Voy, ustoz nima ish qilding? Hamma bolalar ketvasin, keyin ketirasan. O'g'lim rashk qiladi. Zibo, maktabimizgacha sovchilik kelishibdi. Sen sinfingni so'rashyapti. Yo'q, qani yuring-chi. Mana bu qiz qanaqa? Juda yaxshi oiladan to'g'ri tanlov. Bunisi-chi? Bu ham rosa odobli, aqlli qiz. Bunisi-chi? Yo'q, buni kelin qilmaylar. Tishini yuvmasdan keladi. Maktabdagi hamma bolalar bilan gaplashishgan. Qo'rovlarga ham qolmaganlar. O'z damas taqat yeydi. Hamma damaschilar bilan gaplashgan. Umuman buni kelin qilmaylar. Astag'firullah. Shu qizni kelin qilar ekan-a. Hattoki tishini ham yumasa ekan bu. Voy, nima hamma meni yomonlab ketyapti? Endi meni kim kelin qiladi? Xafa bo'lma qizim, men seni kelin qilaman. Rosa kelin qilasizmi? Men kelin qilmasam seni hech kim kelin qilmaydi, bilib qo'y. Shimildiqdan mo'ralaman